ICTV O'zbekistonning so'nggi kuni ta'lim va kadrlar boshqaruviga bag'ishlandi. Bu yerda mutaxassislar kelajak kadrlari va samarali HR boshqaruvi uchun raqamli yechimlarni taqdim etmoqda. Mamlakatning asosiy HR tizimi bu HRM Argus.uz. Bu davlat tashkilotlari uchun mo'ljallangan xodimlarni boshqarishning elektron platformasi hisoblanadi. Tizim yordamida barcha odatiy jarayonlar avtomatlashtirilgan. Ta'til yoki xizmat safariga ariza topshirish, ish vaqtini qayd etish, kasallik varaqalarini rasmiylashtirish hammasi onlayn, tez va qulay amalga oshiriladi. Bugungi kunda HRM Argus.uz tizimiga 6800 dan ortiq tashkilot ulangan. Unda 90 mingdan ziyod xodim ro'yxatdan o'tgan. Shulardan 20 mingtasi ayollar hisoblanadi. Ta'lim yo'nalishida esa YouStudy loyihasi taqdim etildi. Bu platforma o'qish va ishni uyg'unlashtiradi. IT kurslarini muvaffaqiyatli tamomlagan talabalar Uzinfocomda amaliyot o'tash va keyinchalik doimiy ishga joylashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Dasturlash 10 oydan 18 oygacha davom etadi va eng talabgir yo'nalishlarni o'z ichiga qamrab oladi. Backend va frontend dasturlash, mashinaviy o'qitish, grafik va motion dizayn, shuningdek OSINT razvedka. O'qish narxi oyiga 2 million so'mdan boshlanadi. Biza Uzinfocom kompaniyasiga qarashli YouStudy IT akademiyamiz 2024-yil aprel oyidan boshlab o'zimizning faoliyatimizni boshlaganmiz. Bizada 5 xil yo'nalishda kurslarimiz mavjud. Bu frontend, backend, data science, sun'iy intellekt, IT kids dasturlarimiz. Undan tashqari hozirda bizadagi asosiy afzallik bizada o'qigan o'quvchilarni bitiriboq ishga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sababi juda katta IT kompaniyalar bilan bizning hamkorligimiz bor. Bu bizning bitta ustunlik taraflarimizdan bittasi. Shuningdek, yagona integrator portfelida LMS onlayn ta'lim tizimi mavjud. U dars materiallariga kirish, o'zlashtirishni kuzatish va kurslar bilan qulay ishlashni ta'minlaydi. Yana bir muhim loyiha PIMA. U agentlik va ta'lim muassasalari faoliyatini raqamlashtirish orqali o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Shunday qilib, ICTV O'zbekiston o'z nihoyasiga yetdi. Tadbir davomida taqdim etilgan barcha loyihalar bir maqsadda xizmat qiladi. Mamlakatda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va mutaxassislarni tayyorlash. Keyingi reportajlarda ko'rishguncha Tez News kanaliga obuna bo'ling.